Alo, yaxshimisiz uka, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Ha, bu qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga akcha qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimnikiga? $500 dollarga Abbos degan qo'shnimga. Qaysi Abbos? Qora Abbos bor-ku. Ha, bo'ldi. Nima bo'pti aka? Ha, shunga uka, mana biz ko'rib chiqdik-yu, 500 ming, 600 mingdan qo'yib beryapti. Nimcha $500 ga qo'yib yubordinglar. Aka, u Akfa bilan ko'chada sotayotgan romlarning farqi bor aka. Eshiklarni balkondan qildik, derazasini Aquaplast originaldan qildik aka. U bozorniki bilan farqlar. Bir xil, hammasi bir xil. Yo'q, nima bir xil aka, bir xil. Aquaplastmi, boshqasimi, hammasi bir xil. Biz ko'rdik. Aka, nima ish qilasiz? Menmi? Ha. Men mol qo'yib boqaman uka. Aka, mol bilan qo'ydi, yemishi bitta, lekin nimaga ikki xil chiqadi? Endi bilmayman aka unisini men. Ha, boqqa ahli yetmay nima qilasiz aka, Akfaga aralashib? Ishingiz qilmay